Xo'sh, merni ham kuzatib bo'ldim. Aytishicha, u majlisga chaqirilgan ekan. Xo'sh, mashinadan tushay. Hop, parkovkaga jo'ladim. Mer aytishi bo'yicha menga u merlar tanloviga ketayotgan ekan. U tanlov nimaga kerak? Chunki mer shunaqa mer-ku. Mayli, bu kattalar, ya'ni katta odamlarning ishi, meni ishim emas. Men esa yotib damimni olaman. Bugun ish juda qiyin bo'ldi. Dam ham oldim. Endi esa bir tashqariga chiqib aylanib kelaychi. Hech narsa. Xo'sh. Hamma joy jimjit, har doimgidek sokinlik. Lekin bitta narsa. Kimdir telefon qilyaptimi? Hozir ko'taraychi. Alo. Haydovchim, yaxshimisan? Ha, mer, yaxshiman. Siz ham yaxshimisiz? Nima, ishingiz shunchalik tez bitdimi? Yo'q, meni vaqtim kam. Ishim cho'zilib ketgan. Shunga senga ozgina topshiriqlar bermoqchi edim. Xo'sh, qanaqa topshiriqlar ekan? Eshitaman, mer. Xo'sh, birinchi topshiriq. Meni uyimga kirib, ozgina chang bosgan joylarni tozalab chiq. Keyin esa do'konga qarab, bankka va savdogarni uyiga ham qarab qo'y. Chunki u shu kunlarda shubhali ko'rinyapti. Xo'p, mer, aytganingizni qilaman. Bo'pti, men mushakni qo'yapman. Xo'p. Merni aytganlarini qilish kerak. Xo'p, bo'lmasam uyimga borib yotay. Keyin esa merni aytganini qilaman. Chunki birinchi dam olish kerak. Eshikni yopish kerak. Va mana. Dam oldim. Endi esa pastga tushaman. Unda ketdim. Mer nima degandi? Birinchi nima qilasan degandi? Birinchi uyni ko'zdan kechiraman. Chang-panglari bo'lsa, artib qo'yaman. Chunki merning uyi toza bo'lishi kerak. Bu Minecraft qonuni. Motorbike bor ekan. Motorbike. Olg'a, mana merning mashinasi. Rolls-Royce. Meniki esa Bugatti. Hech changga o'xshamaydi, chunki 24 ga 7 xizmatkorlar ishlaydi bu yerda. Yana qanaqasiga chang bo'lishi mumkin? Mayli. Omborxonani ham tekshiramiz. Bo'sh. Bo'sh, lekin baribirga ham mer yangi-ku. Hali to'ldirishga ulguradi. Mer ham yosh, namquron ekan. Bir zumda bu ishlarni qilib tashlaydi. Xo'p, merni bu asosiy xonasi. Bu yerga kirish mumkin emas. Shaxsiy narsalar bor. Yomg'ir ham quyib yubordi. Bu yer esa nimaga bu yer ochiq? Nimagadir bu yer ochiq. Bu yer ham merning xonasi edi. Demak, bu yerga kimdir kirgan. Mana bu merning notebooki, ya'ni kompyuteri. Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Bu esa merning saunasi. Bu yerga hech kim kirmagan, lekin mana shu sandiqlarning ichida narsa bo'lishi kerak. Axir nega bu yerda
Narsalar yo'q. Oh. Hozir merga telefon qilaychi. Allo, mer. Eshityapsizmi? Ha, gaping yaxshi eshitilyapti, gapiraver. Xo'sh, menda qanaqa gaping bor? Mer, sizning ikkinchi uying yotadigan xonangiz bor-ku? Ha, o'sha nima bo'pti? O'sha yerdagi 6 ta sandiq bor ekan, o'sha yerda. Ha? Keyinchi? O'sha 6 ta sandiqning ichida nimalar bor edi? Birinchisida olmoslar, ikkinchisida kiyimlar va uchinchisida izmirot, yana qolgan 3tasida shunchaki pullar. Xo'sh, ularga nimadir bo'ptimi? Mer, siz to'g'ri topdingiz. Ularning hammasi bo'm-bo'sh. Nega bunaqa topag'onsiz-a? Menimcha kimdir o'g'irlagan. Endi payqadingizmi? Yo'q, payqash qiyin emas-ku. Bu gaplaringdan keyin aniq kimdir o'g'irlagani bilinib turibdi. Xo'sh, kim o'g'irladi deb o'ylaysiz? Gumoningiz kimdan? Men o'shani uyini tintuv qilgani yoki so'roq qilgani oldiga boraman. Bilmadim, lekin shu savdogardan sal gumon qilmoqdaman. Chunki savdogar har kuni qanaqadir reja tuzayotgangami, nimadir qilishga tayyorlanayotganday odamga o'xshab ko'rinardi. Agar chindan ham gumoningiz to'g'ri bo'lsa, men uni uyiga borib tekshirib ko'rishim mumkin. Ha, bir borib tekshirib ko'r. Baribirgayam bo'sh o'tiribsan-ku. Xo'p, mer. Unda bo'shakni men qo'yibman. Mayli. Xo'sh, savdogarning o'zi qayerda ekan-a? Topib olay. O'zim bilaman nima qilishni. Ishqilib shahardan tashqariga chiqib ketmagan bo'lsin-da. Chunki bu juda ham yomon bo'ladi. Shuncha narsadan birdan gayram. Bir Rolls-Royce'ga bir qarab o'taychi. Oho. To'xtachi. Ana bu yerdagi nima? Oh. Bu o'zga sayyoraliklarning kemasimi? Adashmasam shunday. Yo'q. Menimcha shahrimizga, o'zi kichkina shahrimizga yana katta muammolar aralashyapti. Bu yana qanaqasi bo'ldi? Endi qanaqa qilib himoyalaymiz o'zimizni? Menda qilich bor. Qilich. Qani kel. Inaplatyanlar. Senlarni o'zim mana shu qilichim bilan so'yaman. Xo'sh, kel, davay. Birga bir ringga chiq. Yo'q, ichida hech kim yo'q. Bir uchib ko'rsammikin-a? Lekin bu likopchani nima keragi bor menga? Baribirga ham foydasi yo'q menga buni. Lekin baribirga ham atrofni bir ko'zdan kechirib chiqishim kerak. Xo'sh. Bu yerda tursin. Buni atrofini bloklar bilan o'rab chiqish kerak. Hozir uyimga borib o'rab chiqaman. Olib kelay bloklarni. Mana Sattor aka bor ekan hali ham baxtimga. O'sha Sattor akadan qarzga olib turdim bularni. Endi atrofini o'rab chiqishimiz kerak. Chiqishimiz deyman. Qanaqa chiqishimiz? Chiqishim deyishim kerak. Xo'p, mana xo'sh. Mana gul xalaqit beryapman. Mana. Wow. Ish cho'zilib ketyapti. Tezlash kerak.
Yaxshi. Va bo'ldi. Xo'sh, hozircha bu shu yerda turib tursin. Men esa magazinchi Sator akaga mana bu qarzga olib turgan narsamni berib kelay. Bo'lmasa yana qachon qaytarasan deb mendan yalinib so'rab yurishi mumkin. Shuning uchun hozirgi muammolarni o'zi yetadi. Yana muammo ustiga muammo bo'lmasin-da. Xo'sh. Mana sizdan olib turgan narsamni olib keldim. Xo'sh, Sattor aka, sizga rahmat va mana narsangizni olib qo'ying. Xo'p. Menga rahmat shartta emas. Bu hammasi shahrimiz uchun. Mo'jazgina shahrimizga qarab turganing uchun o'zi senga rahmat. Ha, mayli. Mana, oling. Bo'pti, men ketdim. Do'konga yaxshilab qaranglar-a. Yana bu narsalaring yo'qolib qolmasin. O'zi merniki yo'qolgani yetadi. Xo'sh, bugun yana kech bo'ldi. Uyimga borib dam olay. Ertaga esa o'sha yaramas savdogar bilan gaplashaman. Qani bir uni so'roq qilaychi. Chindan ham u o'g'irlaganmikan merni uyidagi bor narsasini, boyliklarini.